Bu videoda men psixolog sifatida emas, ekspert sifatida ham emas va mutaxassis sifatida ham emas. Bu videoni bir yengil, bir oddiy, bir yumshoq suhbat o'rnida va yengil yo'nalish o'rnida qabul qilishingizni so'rayman. Assalomu alaykum. Eslatib o'taman, bu video nevroz, qo'rquv, vahima holatidagi insonlar uchun mo'ljallangan. Agar sizda nevroz holatlari bo'lmasa, bu video siz uchun emas. Bugungi kunda nevroz haqida videolar juda ham ko'p YouTube tarmog'ida. Bular ikki turdagi videolar. Ilmiy yo'nalish va noilmiy yo'nalishdagi videolar bor. Bugun sizlar bilan o'sha ilmiy yo'nalishdagi videolar haqida gaplashamiz. Bu videolar nimaga bizga ta'sir qilmayotgandek bo'ladi va nimaga biz bundan foyda olmayotganga o'xshaymiz va nima qilsak bu videolarimiz bizga ta'sir oshadi, nima qilsak bu videolardan maksimal foyda olamiz va nima qilsak biz o'zimiz uchun juda bu videolardan ko'proq samara, ko'proq foyda olamiz. Mana shuni bugun suhbatlashamiz. Har birimizni o'zimizni yaxshi ko'rgan mutaxassisimiz bor, to'g'rimi? O'zimiz tanlovimiz bor, o'zimizni yaxshi ko'rgan mutaxassisimiz bor. Mana shu videolarni ko'rish vaqtida biz qanaqadir o'sha videolardan foyda yo'qdek yoki foyda kamdek, qanaqadir ichimiz o'sha jizillamagandek, bizga kerakli qaysidir ma'lumotlar yo'qdek yoki kakras biz xohlagan natijalar yo'qdek ko'rinishi mumkin o'sha videolarda. Buni asosiy ikkita sababi bor. Birinchisi, biz videolarni ko'ramiz. Bu yaxshi. Ilmiy yo'nalishli video ko'rish bu juda ham yaxshi. Lekin oxirigacha ko'rmaymiz. Masalan, mutaxassislarimizni yaxshi ko'ramiz. Boshidan o'sha oxirigacha 15 minut bo'ladimi, 20 minut bo'ladimi, yarim soat, 1 soat bo'ladimi? O'sha mutaxassis umumiy o'sha mavzudagi o'sha ochib berilayotgan o'sha nima deydi, mavzuga bog'liq bo'lgan maslahatlarini boshidan o'rtasigacha eshityapmiz-da, oxirigacha eshitmay chiqib ketyapmiz. Mana shuning uchun как-то bizda foyda yo'qroqmi? Qanaqadir men ichim jizillamadi, foyda yo'q deb tuyulyapti deb o'ylab qolamiz. Aslida biz o'sha oxirigacha bir videoni ko'rsak, o'sha yerda umumiy boshidan oxirigacha mutaxassis umumiy ochib berayotgan mavzuni ko'ramiz. Mana shunda bu videoni bizga ta'sir doirasi ham, foyda tomonlama ham kengayadi. Masalan, nevroz haqida mana ilmiy kitoblarni o'qisangiz ham, men shunaqa kitob ko'rmaganman, 2 varroqqina. Bunaqa qil, bo'ldi, sen nevrozdan tuzalding deb kitob tugagan unaqa kitob yo'q. Dunyo bo'yicha yo'q bunaqa kitob. 2-3 varroqli kitob yo'q. Men shuncha o'qigan bo'lsam, aniq mana bundoq qilasan, bo'ldi, mana shunaqa qilasan, nevrozdan chiqib ketasan deb kitob tugamagan. Hatto kitoblarda ham 15-20 varroqgacha hech nima o'rganmaysiz. Boshidan o'sha o'qib kelsangiz, nimaga? Mutaxassis o'sha oxirigacha o'qisangiz, kitobini mana shunda tushuncha olasiz. Videolar ham kitobdan hech qanaqa kam joyi yo'q. Biz qanchadir foizini ko'ryapmiz videolarni, oxirigacha sabrimiz yetmay chiqib ketyapmiz. Mana shuning uchun biz umumiy 1 dan 100 gacha ma'lumot ola olmaymiz va 1 dan 100 gacha biz ta'sir ola olmaymiz bu videolardan. Aslida biz oxirigacha o'tirsak, aytib o'tganimdek, bu videolar bizga ta'sir doirasi kengayadi va juda ham ijobiy signallar ko'payadi. Chunki balki aytib o'tganimdek, aytdim-ku, bugun psixolog sifatida gapirmayapman. Bir qaymog'i oxiridadir biz uchun. Voy, mana menga kerak degan narsa oxirida biz o'shani ko'rmay o'tib ketayotgandirmiz. Balki bizga eng kerakli o'sha ichishimiz xohlab turgan narsa oxiridan 1 minut oldindadir. Biz o'sha o'rtasida yo boshqa holatda o'chirib qo'yamiz. Mana shuning uchun faqat meni demayman. Meni videoyimni oxirigacha ko'ringlar demayman. Men barcha o'sha o'zbek mutaxassislari, nevroz bilan ishlaydigan ilmiy mutaxassislarni hamma o'sha mutaxassislarning videosini boshidan oxirigacha ko'ring. Mana shunda 0 dan o'sha 100 gacha o'sha mavzuga bog'liq bo'lgan siz umumiy fikr olasiz. Ikkinchisi, o'sha videolarni ko'ryapmiz, lekin amal qilmayapmiz. O'sha videolardagi gaplarga, o'sha texnika bo'ladimi, yo qanaqadir yo'nalishli yo korreksiya bo'ladimi, yo psixoterapiya bo'ladimi, biz eshityapmiz, bu yaxshi, lekin amal qilmayapmiz.
xuddi o'ylayapmiz, bizga bu kerak emas deb o'ylayapmiz. Yoki yana bitta xato o'sha ko'rsak bo'ldi yoki eshitsak bo'ldi, amal qilish shart emas deyapmiz. Yo'q, unaqa emas. Biz videoni o'sha oxirigacha ko'rishimiz kerak. Ta'siri keng bo'lishi uchun bizga va ijobiy holat ko'payishi uchun. Keyingi o'rinda o'sha o'rgangan holatimizga amal qilishimiz kerak. Bizning miyamiz harakatlarga juda ham mos. Va siz uni o'rganib, bir qaysidir yo'nalishni o'rganib, agar unga amal qilmasangiz, hech qanaqa rezultat yo'q. Xuddi o'rganmagandek bo'lib turadi. Chunki siz unga amal qilmayapsiz. Bu foydasi yo'q deb o'ylayapsiz. U miyada hech qanaqa bir kichkina o'zgarish jarayonlarini hosil qilishga kuchga ega emas. Chunki siz unga amal qilmayapsiz. Agar o'sha videolar mutaxassis, ya'ni ilmiy yo'nalishdagi mutaxassislarga siz maslahatlariga amal qilishni boshlasangiz, mana shunda ko'rasiz o'zgarishlarni. Siz qaysidir ichki jarayonlar yaxshi bo'layotganini his qilishingiz mumkin. Balki hozirgi sizni qiynayotgan, qanchadir oydan beri, yildan beri qiynab yurgan qo'rquv holatlaringiz kamayayotganini, balki sizga ta'sirini yo'qolayotganini his qilishingiz mumkin. Ancha sizni qiynayotgan, aylanib yurgan, ketma-ket sizni qiynab yurgan yomon xayollarni ham kamayayotganini his qilishingiz mumkin. Qachon ketib o'tganda? Birinchisi, bu videolarni oxirigacha ko'rganingizda va o'sha videolardagi maslahatni hammasiga amal qilganingizda. Mana shunda o'zgarish jarayoni boshlanadi. Biza videolarni oxirigacha ko'rmasak, aytganimdek, qaymoq eng zo'r joylarni o'tib ketishi mumkin. Eng bizga kerakli ma'lumotlar o'tib ketishi mumkin va amal qilmasak, u bizada o'zgarish hosil qilishi juda ham qiyin. Mana shuning uchun shu ikkita xatoga yo'l qo'ymasak va shu ikkita xatoni boshqa qilmasak, bizada hozirgi holat o'zgarayotganini va ijobiy signal ko'payayotganini o'zimiz his qilamiz. Sog'lik, salomatlik tilayman, xayr.